Bu turg'izib qo'yish jazosi berganda ishlatadigan arqon. Oshkepsiz bolalar xuddi muzikaldagidek tüp-tüz turadigan bo'ladi. Bizda qo'yib, bu eski. Bizning muallim sening bu eski narsangni hargiz ishlatmaydi. Nochalar qilma. Tegim eski narsani men sizlarga ko'rsatib qo'yay. Ur to'qmoq. Ur to'qmoq. Chatoq bo'ldi. Endi texmi tayoq yeydigan bo'ldik. Men Absun o'qay, ikkimiz birlikda kuchayli. Bo'ladi. Tez bo'l, ur to'qmoq. Ur! Ur to'qmoq. Isini ching tut. Bu ishqi xumparni surib to'qay qilib ur. Altın hamakat, gümüş hamakat, şeytan bo'lsa kichik hamakat. Altın hamakat, gümüş hamakat, şeytan bo'lsa kichik hamakat. Hey, sen kim? Sen kim? Men haqiqiy shayton. Ura Men haqiqiy shayton. Ur to'qmoq. Men haqiqisi uni ur. Men haqiqisi uni ur. Uni ur. Bu qitin o'zgarib bak o'xshadim. Bu qandoq gap? Hamakat avliya, men seni tanib oldim. O hamakat kichik avliya, hamakat kichik avliya. Hamakat kichik avliya, nima bo'ldi? Mening rost ekanligimni qandoq bilib olding, ha? Arqonga burilib qarab boqqan, ha? Çatma kartun film hamakat küçük evliya. Mahir futbolchi. Tamashqinlar, hozir sizlarga dunyo lo'ngqisini tanishish futbol musobaqasining eng oxirgi hal qilg'uch musobaqa ahvolini naq maydondan bevosita ko'rsatyapmiz. Bu qitimqi hal qilg'uch musobaqa Jerun klubi komandasi bilan Beijing klubi komandasi o'tirsida olib berilgan bo'lib, butkul yer sharidagi necha milliard tomoshabin televizor oldida amaliy ahvolni ko'rmoqda. 200 ming tomoshabinni sig'dira oladigan Bayrin tantarbiya sarayida bo'sh o'rin qolmadi. Musobaqa boshlangandan keyin ikki taraf keskin elishdi. Qaranglar, oxirgilik sportchilar kiyimi kiyganlar Beijing klubi komandasining a'zolari bo'lib, ular tanbal kelgan. Jerun klubi komandasining a'zolarining fikri inchga, ammo texnikasi ustun. Naq maydonda 100 mingdan ortiq Beijing komandasining madadchilari o'z komandasi uchun madad bermoqda. Beijing komandasidagi bir to'yik tapan topni dirijablga chiqadi. Vah, top tushgan amon ikki taraf keskin talashdi. 10-nomer topni 7-nomerga pas chiqarib berdi. 7-nomer topni kuchab tepdi. Bu ajoyib kuch bilan tepilgan top qarshi tarafning vartasiga tushgandek bo'ldi. Jerun komandasining vartasi kechikdi. Topning sur'ati bek tez bo'lg'achqa, uning barmoqlari orasidan o'tib ketdi. Beijing komandasi nomer oldi. Birdini Tamashqinlar xo'shalligida rangdor lentlarni maydonga tashladi. Maydonda qiziqarli ko'rinish hosil bo'ldi. G'ayratga. Beijing komandasi nobud hujum qildi. Qarshi tarafdan oxirgi mudofiyasi ojiz kelib qoldi. G'ayratga. O birni tepib topni kirgizdi. 2-ni. Oxirida 7-nomer bir topni tushib kirgizdi. 3-ni. Faqat yaxshi o'ynayanmidi? Shobab, ular rostilla faqat yaxshi o'ynayanmidi?